Pilisos hojatxonada nima qilyapti deb o'ylayapsizmi? Qizlar, mahrga gelik, uy, iPhone deysizlar. Robakining pilisos so'raydiganlar ham bormi? Kuyov bolaning imkoniyatiga qarab albatta. Kelinligiga qancha ishlarni oson qilib beradi. Mehmon kutganda yangi mebellaringiz dog' bo'lib qolsa, mebel yuvadigan nasatkasida top-toza qilib olasiz. Matraslar yomon bo'lib ketganda ham bitta pilisos qilib top-toza qilib olasiz. Mana oldingi va keyingi holatini ko'ring. Bir pasda top-toza qilib berdi. Bolalaringiz pampersiz qolgan holatda ming narsalar qilib qo'ysa, Robaklinda yuvib, dog'larni ham ketkizib olsa bo'lar ekan. Qaranglar, menga top-toza ko'ringan shu matrasdan shuncha kir chiqdi-ya. Gilamlarni shlankada suvda yuvish shtraf bo'lib turgan paytda Robaklin eng zo'r yechim ekan. Eng kerakli funksiyasi dimoxod vazifasini bajarib, ovqat hidlarini ham o'ziga oladi. Burchakda changlarni artadi, oyningizni yuvadi. Bitta o'zbek kelini bajaradigan hamma ish qiladi. Yosh bolalar mashina chexoliga sok to'kib, shokolad surtib yuborsa ham osongina yuva olasiz. Hojatxonaga kirganda ham shirin hid beradigan atirlardan 1-2 tomchi solib yoqib qo'ysangiz, siz hojatxonada emas, yo'tog'da, yo bog'da o'tiribman deb o'ylaysiz. Pilisosni foizsiz muddatli to'lovga olishingiz mumkin.